Bismillah. Toss. Og'ir olgancha ko'tarsan, qarang, vaqti yengagancha ko'taryapti. 14 qoldi qana. Siz ichida qo'yasiz. Men ikkita oshiraman. Hozir 16, keyin 18, keyin 20. Sirasi 20 dan ursiz bo'ladi. Sirasi 20 dan. Nechta baton qildingiz? Ikkita. Bo'ldi, 20 ga o'ting hozir. Chunki 20 ham kichkina-da, sizni ham qo'ydingiz. 4 5 6 7 8 9 10. Salom YouTube. Yaxshisizlar? Salomat. Dunyoviy ishlar bilan chalg'ib, ya'ni oila tashvishi, ishxona, o'z umuman olganda zaldan tashqari bo'lgan ishlar bilan bo'lib, video olishga ham vaqtim bo'lmagandi. Mana bugun oyoq kuni, ya'ni ham ancha-muncha упражнениyadan video ko'ra olmadim. Hozir deyarli oxirlaridan biri. Bugun упражнениyaga emas, iloji boricha dildan suhbatlashishga e'tibor beramiz. Xo'p. Oyoq orqa qismi juda ham muhim. O'zbekistondagi atletada juda katta muammo oyoqning orqa qismi. Shuning uchun men oyoqqa e'tiborimni imkon boricha beraman. Hech qanaqa muskul qolib ketishni xohlamayman. Xo'p. 4 ta podxod har bitta oyoqda 10 tadan bajarib bundan keyin mёртвый tiyaga qilaman. Ruminskiy tiyaga ham deyiladi. Men mёртвый tiyaga deyman, ya'ni u ham bel va oyoqning orqa qismiga. 3 ta podxod 10 tadan bajaraman. Gap bilan bo'lib sanamanman. Oyog'im до конца. Oxirgacha. Menimcha bo'ldi. Og'zim qanaqa? Упражнениyalar ketma-ket ahamiyat beringlar. Rekordga aynan hozirgi упражнениyadan keyingisi bu emas. Sabablari bor. Xo'p. Stanoviy yo'q. Mёртвый tiyaga. Stanoviy tiyagan mёртвый tiyagan farqi bor. Oyog'imni men to'g'ri ishlayman, faqat hozir oyoq orqasi uchun ishlayapman. Keyin roges bilan texnikani to'g'ri chiqish uchun. To'g'ri. 5 shtanga oyog'imdan uzilmaydi, iloji bor. 6 9 10. Bitta vest turaman. Joyda bitta sirni ochib ketaman. Men o'zim shu amerikalik trener Hani Rembat shu insonni FST 7 degan programmasi bor. O'sha programma bo'yicha ishlayman. Ishlashni boshladim to'g'riroq. Ya'ni qanaqa programma bu? Har bitta o'zining qonun qoidasi bor endi. Oxirgi упражнение qanaqa muskulga bo'lmasin, oxirgi упражнение, ya'ni o'sha belgilangan упражнениyasi podxodi oxiri 7 talik bo'ladi. Ya'ni 7 ta podxod 10 ta 12 ta qaytaruvdan yoki bo'lmasa 15 ta qaytaruvdan. Hozir oyog'imda ancha kuchim ketdi. Men xuddi shu stanokda bitta vaznda orasida 30 sekund dam olgan holatda 7 ta podxod ishlayman. 7 ta yondiradigan anaqasi 30 sekund dam olish. Shunaqa ko'p dam olishimiz yo'q. Shunaqa
Bir. Vazn juda ham og'ir. O'zi oyog'im charchadi, 7 ta pardoz qilganman bunaqa. 1 2 3 4 5 ha yana bittanasi 7-chi 6 7 7 tadan keyin 7 ta podxod va 7 tadan keyin u yog'i sekin sanadi. 8 9 10 11 12 ay ay ay. Shoh ketdi. 30 sekund damim bor. O'tiring aka bemalol. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bo'ldi. 20 sekundim tugadi mani. Ozgina gaplashamiz. Ovqatlanish, uyqu masalasi bo'yicha. Men hozir ishimni o'zgartirdim. Endi uyqum bilan ovqatimni ozgina olib ketishdi bo'ladi. Sababi ishxonamga o'rganishim kerak. Shunaqa bir oyog'im terlab yopishib qoldi stanokga. 2 3 4 5 6 7 ketdik. 8 9 10 11 12 ta. Hop. Endi ovqatlanishim 90 kilo vaznimga 180 190 gram oqsil. Bu kunda uglevodim 230 240 gram atrofida bo'lyapti. Uglevodim kamroq. Kaloriyam 2200 2500 kilokaloriya qilishga harakat qilyapman. Sababi belimda, qornimda yog' ancha yig'ildi. Men bundan oldin massani bor qilaman deb organizmga bir balolat tiqdim. Shu bilan besim oshdi, lekin o'sha vaqtida kardio qilinmaganiga, uglevodlarga vaqtida jiddiy qaramaganimga hozir holatim o'sha yaxshi emas. Xo'p, vaqtim bo'ldi. Xullas, hamma narsa reja bilan qilish kerak. Nima deysiz? Kuda ketasiz? Ukam kardio qilamiz. Kardio? Da. Kardio time sabir o'tiring. Ha. Ya bemalol ukam, shuring. Ha, mana shogirdim bor hozir ikkita. Hali video orasiga qo'yib yuboraman shu joyini ham. 2 3 4 5 6 7 8 Vay, 8 olib ketdi. 9 10 11 Kozim 12 Ha. Birinchi pasportni tugadi. Kozim planka turamiz ukam. Planka turamiz. Planka turishni bilasizmi? Planka turishni bilasizmi? Qanaqa? Qanday qilib turib? Ha. Nimaga? Qoringa. Preskami? Da. Bo'ldimi, pressiz Ha, tuyadi. pressiz tugadi. Yaxshimi? Bitta hozir ketdi. Ha, bo'ling. Ha? Ana o'sha mana ichkari. Ha. Bo'linglar. Vaqt ketyapti. 10 sekund qoldi. Xo'p, endi 4-chi podxod. Oyog'im o'ldiryapti. 1 2 3 4 5 6 7 8 Vay 9 10 11 Ay 12 ta.
4-chi podxotim tugadi. Xo'p. Tushunarli. Endi ovqatlanishim shunaqa. Kuniga 5 mahal ovqatlanish kerak. Hozir 4 mahal zo'rg'a. Sababi o'sha ishlarni qilgan hisobiga. Da. Endi anaqa sport kitlarni ko'rib turasizlar. Uni Instagramga, YouTube'ga qo'yib turaman. Qo'yganda xabar to'rsizlar. Ha. Farma boshlash niyatim bor edi. Lekin u ham pul masalasi. Pul masalasiga borgandan keyin uni odam o'ylanib qoladi. Sababi unga ancha-muncha pul ketadi. Farma bu, ya'ni kurs oddiy va oson narsa emas. U ham yaxshigina pul talab qiladi. Xo'p, 5-chi podxotimmi? 4-sini qilgan bo'lsam, 5-chi podxotim. Vesni bitta oshirsam, sal уже o'rganib qoldi oyog'im. Mayli. Belgilangan uchamiz vesni. Voy, bekor qildim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 adashdim. 1 2 3 4 Planka turing ekan. Hozir yo'q ketib qoladi. Mana bunaqa turing. Turib olasiz-da. Ko'rdingizmi? Hech qat istemeydi. Voy. Voy. Ha? Yoqib tashlaydik ham shoning. O'ldiradi qorningizni. To'g'ri turing. Yog' ham ertami? Da, ertadi. Hozir yoningizga o'taman, shuni bajarib oling. Xo'p. Ikkita podxotim qoldi. Обязательно. Qanday texnikasini ko'rsataman hozir. Tugatib oling упражнениямni. Ozgina qoldi. Sal chalib oldim. Texnika esdan chiqdi. Shu bilan farma to'g'risida gapiryaptim. Farmani ko'pchilik oson yechim deb o'ylaydi. Yo'q, agar farma to'g'ri qilinmasa, inson nogiron qilishi mumkin. Shunaqa. Da. Bismillah. 1 2 3 4 5 6 7 sekin 8 9 10 11 12 to'g'ri hisoblagan bo'lsam bittagina podxotim qoldi. Bo'ldi edi. Da. Uyqu. Ha, aytgancha. Uyqu kelishi menda qiyin har doim. Juda kech uxlayman. Bu doim testosteronni bir xil muvozanatda chiqishiga nimaga qarshi effekt beradi. Uyqum joyiga qo'ymasam bo'lmaydi. Uyqum. Da. Boldirim bor edi. Vaqt yetarmikan bunga? Vaqt уже 31 minut o'tibdimi? Kardioga vaqtim yetmadi. Kardioni ertalab zal topib chiqaman endi. Xo'sh, va oxirgi podxot 30 sekund bo'lmadi hali. Oyog'im tishib qoldi-ya. Hop, vaqtim bo'ldi. Oxirgi podxotim. Xo'p, bundan oldin birinchi упражнением приседание bo'ldi. 3 4 5 6 7 8 9 10 chidamayman o'sha. Sekin qilaman. 11 12 ta bo'ldi. Tugatdim. Chidamasdim baribir. Voy. Voy oyog'im. Voy. Mana ishlayveraman. Boldirga ishlamasa bo'lmaydi.
Hop, mana shu упражнениeni qilib ketmasam bo'lmaydi. Chunki nedostatga menda o'sha boldirlar. O'zi asl programmam bor, vaqt yetmagani uchun bugun zalga kech keldim. O'shanga. Bismillah. 10 tane hata yapıştı patlatıp ketaman. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ya. Endi turli qandoq qilaman. Az ko'rsataman. Mana bundan keyin sirasi bu. 1 2 3 4 5 ta. 10 sekund sanayman, ikkinchi podxod boshlayman. Chunki vaqt yo'q. 4 5 6 7 8 9 10. Endi ikkinchi podxodim. Shu podxodlar orasida 10 sekund dam olaman. Servis qo'ysam, anchasi bo'ladi. Uchdan qo'yganman. Bugun obed deyarli qilmadim. Deyarli emas, o'zi obed qilmadim aytgancha. Ertalabki choyim bilan yuribman. 3 4 5 6 7 8 9 10. Da. Bir, iki, üç, dört, beş, bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Sekin, Kozim, cho'zing oyog'i. Kozim, sekin, cho'zing. Muskul cho'zing, his qiling muskulni. Sekin qiling, 10 tadan qiling yetadi. Молодец. Orqasidan o'ynay qo'ying. Hozir men qilganim bor-ku. O'sha 6 ta 7 ta qo'ying. Turing, meni galim. Oyoq tushidami? Da, oyoq uchida. Sal beroq chiqing beroq. Da, ketdik. Tepaga chiqing. Cho'zing oyoqni, sekin qo'yib yuboring. Nima qildik? Mana ham bo'yim uzunmi vaqtida. Da, ha. Yo'q. Yo'q, ustimizdan quplamaydi bu. 80 sekund, 50 sekund. Ha, o'sha 1 minutdan qiling, uyga borganingizda. Ha, allaqanday kurey chiqazib olish kerak. Beliz pastga tushib qolish kerak emas-da. Beliz to'g'ri turish kerak, kuregiz chiqadi. Ha, shunaqa, xuddi shunaqa bo'lish kerak. Xuddi shunaqa. Da. Bo'ldi, amalladim. Va tugadi. Shunaqa. Bugun oyoq mazasini qochirdik.